Бүгінгі davada Quralliq hərəkət. Abduri Abduvali Ayub. Uyghur davasida Quralliq hərəkət təşəbbüsü pat-pat o'ttirg'i chiqib, yo'qab ketidi. Buni təşəbbüs qildiganlarning ba'zisi asosan dindar ko'rinib olgan, ismi yo'q, jismi yo'q, noma'lum kishilar bo'lib, o'zining gapini o'zi tushundira olmaydi. Yana ba'zilar xeyli o'qigan odamlar. Bugun bir do'stim yo'llab qo'ygan yozmadan yana shu Quralliq da'vo chaqiriqini ko'rdim. Quralliq harakatni tashabbus qilg'ichi ko'rsatgan dalil 1940-yillardagi bir Yahudi Quralliq guruhining o'zini saqlab qilish yo'lidagi tirishchanligidan elingan. Mən Uyg'urning fikr ahlida bir tarix mastonligi borligini his qilaman. Hammaylar tarixdagi biror voqea orqali reallikka yo'l ko'rsatishga aldiraymiz. O'tmishdan qolgan qo'lchiroq bilan bugungi zulmatlik holatimizni yo'rtmoqchi bo'lamiz. Diniy fikrga moyillar 1400 yil burungi payg'ambarimiz qilgan urush, ko'lgan xandak, tangan tashlarni misol qilsak, dindan xoli tafakkur qiladiganlar Eli Gandhi, Eli Martin Luther King, Eli Nelson Mandelani dalil ko'rsatishga havas qiladi. Texi tarix takrorlanadi deb qo'yishimiz qaltis. Xuddi 1514-yili avgustda qurilgan Yarkan xonligimiz takrorlanib, 2014-yili 500 yillik tug'ilgan kunida bir davlat qurilgandek. Yoki 1903-yili Abduxoliq Uyg'ur tug'ilganga 100 yil to'lgan 2003-yili yana bir Abduxoliq Uyg'ur takror tug'ilgandek. Amaliyotda takrorlandigini tarix emas, savoq ilinmagan tarixiy xatolik. Amaliyotda bugungi masalaning javobi bugunda bo'ladi. Sabablari, savoqlari o'tmishga bog'landi. Bugungi javob va tadbir hech qachon o'tmishda, tarixda necha 100 yil, 1000 yil burungi voqeada bo'lmaydi. Tafakkur havasmanlari uchun eng oson ish tarix so'zlash. Tarixga maftun bo'lish, tarixga baho berish, tarixni aynak qilish, tarixdan misol elish va tarixni tahlil qilib, donishmandlik qilishdir. Bizda bir kishining o'lmay turib qadrlanmasligimi yoki o'lib bo'lg'icha muborak zotga aylanib ketishimi tarixni o'likni madilashga xushtorlikdan bo'lgan. Odatda shaxsiy nuqtadan aytsak, bu qiyirlachi psixikadan bishorat berdi. Qiyirganda odam kechmishni aslab, tarix so'zlab qoladi. Quralliq kurashni tashabbus qilayotganlar tilga olgan misoldagi 1940-yillarda partizanlik bilan o'zini qo'g'digan yahudilar bugun bo'lgan bo'lsa, o'rmonlikqa qochmay BBC muxbirlarining oldiga qochgan bo'ladi. Ular bugun bo'lgan bo'lsa, qurol setib olgan pulni g'arbdagi lobbichilik shirkatlarga, aql ambarlarga, axborot shirkatlariga xashlab, Xitoyga qarshi qonun ma'qullashga, g'arb demokratik davlatlarini Xitoyga embargo yurgizishga, hatto Xitoyni xalqaro sudga tortishga kuch chiqargan bo'ladi. Shu yahudilardan haqiqatan bizdagi ba'zilardak partizanlik qilishni o'ylaydigan, partizanlik qilib qutulib qolamiz deydiganlar chiqqan taqdirda bir qancha kunda bayqilib tutilib qolishi mumkin edi. Uyg'urlarning bugungi da'voda qurolliq kurash qilish haqqimiz bor. Chunki bizning da'voyimiz hayot mamotlik da'vosi. Meningcha biz qo'limizdan keladigan har qanday tirishchanlikni ko'rsatishga huquqliq. Xuddi musulmonga o'lmaslik uchun har qanday harom halol qilingandek,
milliy mavjudligimiz uchun bizga har qandaq harakat halol, har qandaq vosita to'g'ri. Buning ichida qurolliq qarshilik albatta bor. Ammo bu Uyg'urlar umumyuzlik safarvar bo'ladigan yo'l emas. Bu shaxsning o'ch elishi bo'lsa, tushunishga erishadigan, g'azabdan yerilib, portlab ketgan bir Uyg'urning harakati bo'lsa, tushundirgili bo'ladigan bir yo'l. Ammo millat bo'yicha safarvar qilib, safarvar bo'lib o'ttizdan chiqili bo'ladigan yo'l emas. Ham safarvar bo'lib birlikda mangsoq boradigan yerimiz Germaniya emas, Mong'oliya emas. Bizni qo'yniga oladigani ya Al-Qoida, ya Taliban, ya Afrikada Boko Haram, ya Suriya, ya Afg'oniston. Hech qachon Amerika, Avstraliya emas. Qurolliq harakat safarvar bo'ladigan Uyg'urning borar yeri Afg'oniston va Suriya. 2014-yildan 2017-yil oraliqda İstanbulda qaynagan Suriya quyunini to'solmaslikdanmi da'vogarlarimiz qurolliq da'voga askar tarbiyalaymiz deb Suriyani mashq bazasi deb o'ylab qolgan. Ammo askarlikka olgan odam sana Xitoyga o'q at deb qurol tutqizmaydi va seni Xitoyga urushga tayyorlamaydi. Aksicha tankiga tam, bombaga yem qiladi. Şoňa u yerlerge bağan Uyghur özünü erkinlik jangchisi diyelmeydi. Qaytıp gelipmi özünü aqlayalmaydı. Bir Uyghur Al-Qoidaga qatnashib bo'lib yoki Boko Haramga tizimga oldirib bo'lib, men Uyg'ur uchun kurash qilatdim diyelmeydi. Bu gap bugun Turkiyada aqmadi, Daeshga bargan Uyg'ur qamaldi, dunyodami aqmaydi. Uyg'urlar 5-fevral g'ulji namoyishidan keyin top bo'lib qurolliq kurashga safarvar bo'lgan. Ular oxiri Taliban bilan bir sapda xalqaro terrorizmlik sapdan o'rin oldi. Qurolliq qarshilikni tashabbus qilganlarning niyati bu emas edi. Ular 2003-yili Amerika va BDT terrorlik tashkiloti tizimligiga kirgizgan tashkilotga aylanib qoldi. Uyg'urlar Urumchi qirg'inchiligidan keyinmi yana qurolliq kurashga safarvar bo'lgan. Ammo atlangan yo'lning oxiri Al-Qoida va Talibanga berib to'xtab qoldi. Hozirmi shu yo'lda ketyapti. 2019-yili mart oylarida men tanıydigan 70 yoshlik bir Uyg'ur İstanbuldan Afg'onistonga ketdi. O men tanıydigan qurolliq kurashga atlangan yana bir Uyg'ur. Ammo men shu yerga mangan oxirgi Uyg'ur deyolmayman. 2015-yili noyabrdan boshlab men ko'rishgan kishilardan qurolliq kurashga atlangan Uyg'ur eng oz bo'lganda 100dan oshidi. Men shularning ichida sog'-salomat qaytib kelgan 6 kishi bilan ko'rishdim. Qolg'ini Suriya cho'llarida qavrsiz qoldi. Uyg'urni qurolliq harakatga safarvar qilib o'rinlashtiradigan hech qanday bir kapimiz yo'q. Orqa sepimizmi yo'q. Bugungi urush ilg'or texnika bilan, aqliy iqtidorli qurollar bilan, uchquchisiz aeroplanlar bilan bo'ladi. Ondaq zamonaviy qurolga pulimiz yo'q. Bizning tarixga shuncha xushtor, tarixdan misol keltirishga shuncha shayda kishilarimizning nima uchun Uyg'ur tarixini, bo'libmi Uyg'urning 20 yillik mag'lubiyatlik qurolliq harakat tarixini mo izlanib boqmaydigandi. Dindan so'zlab qurolliq jihad qilamiz deymiz. Nada qilamiz? Mustaqillik uchun qurolliq da'vo qilamiz deymiz.
Qaysi davlat bizni yeniga taklif qilgandek, mashq maydoniga, janggoh taklif qildi? Qaysi taklifni, qaysi Uyg'ur tashkilot yoki da'vogar rad qildi? Maqola tamam. 2020 yili 5 fevral